Mashinani fullini ko'rgansizlar, kvartirani fullini ko'rsataman. Barcha jihozi bilan birga Yevroremont qilingan kvartiramiz. Zal qismida biza 3 xonali kvartira, Rusalka atrofdan 4 qavatlik panelli domimizdan. Televizorlari, konsertlari, mana bu ko'rib turgan mebel divanlari, pardalari, chiroyli aboychalar, gilamlar hammasi yangi pachka holatda. Muzatgichlar Samsung firmaniki duokamерный. Bu tomonda kladovka qismi, spaynalari ham mebellashtirilgan holatda ekan. Chiroyli aboychalar, chiroyli pardalar. Bu tomonda esa keyingi spayna qismi. To'liq mebellashtirilgan holatda deb o'tdik. Vходной eshiklari sanuzul razdelniy holatda. Vanna, unitaz, rakvinlar hammasi akkuratli holatda saqlangan. Oshxona qismi plusiga balkonchasi. Kuxmebel garniturasi, stiralkalari hammasi akkuratli holatda. Mana shu kvartiramiz ijaraga berilsa agar bemalol 250-300 dollar atrofiga ijara berib bo'ladi bu kvartiramizni. Manzil, maktab, bog'cha asosiysi Peridaskir masjid bir qadam bo'lgan joydan 4-qavat 3 xonali kvartiramiz o'rtada joylashgan. Narxini 45.500 dollarga egalari baholayaptilar. Kelishtirib arzon qilib beriladi.